Onlarning orasida ham sof aqida bilan yashaydigan qilib iroda qilgan Robbimiz Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Ummat deb tug'ilgan, ummatim deb yashagan, ummatim deb jon topshirgan rahmatan lil alamin Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga esa salovat va salomlarimiz bo'lsin. Azizlar, xonadon ahllaridan Alloh rozi bo'lsin. O'zlarini xursandchiligini shu jam bo'lib turgan barchalarimiz bilan birgalikda xursandchilikni baham ko'rishlikni iroda qilibdi va buni sababsiz bo'lgan farzandiga mukammal baxti saodatni Xudodan so'raymiz. Toki dinga, xalqqa fidoyi bo'lib xizmat qiladigan zurriyotlarni tarbiya qilishlikka Alloh taolo o'zini sharaf qilgan bo'lsin. Shu sabab bilan Rasululloh zikr qilinsa, mavlid o'qilsa, u zoti sharifga salovat va salomlar aytilsa degan niyatlar bor ekanki, Alloh rozi bo'lsin. Ulamolar aytadilarki, salovat aytishlik Xudoga yetishlikni bitta yo'li debdilar. Mavlid-i sharifda qancha salovat aytamiz. Va buni orasida Rasululloh alayhisolamning siyratlari, nasl nasablari, axloqi odoblarni zikr qilishlik bilan birgalikda bir bo'limdan ikkinchi bo'limga o'tishlikda eng kami 3 marotaba Payg'ambarimiz alayhisolamga salovat aytamiz. Salovat bir marta aytishlikni o'zi Allohga yetishlikni yo'li debdilar. Nega? Chunki banda bitta salovat aytsa Payg'ambarimiz alayhisolam hadisda kelgan, Rasulullohning o'zi o'sha inson uchun 10 ta salovat aytadi. Va Alloh taolo ham o'sha banda uchun 10 ta salovat aytadi. Biz bitta aytamiz. Xudo bizni 10 ta zikr qiladi. Rasululloh 10 ta zikr qiladi. Allohni salovat aytishi shu bandani kechiraman deydi. Duosini qabul qilaman deydi. Rasulullohniki esa bizning nomimizdan istig'for bo'ladi. Salovat aytilishlikdan hech ham charchamas kerak. Bitta salovatimizga 10 ta kelyapti. Rasulullohdan 10 ta Xudodan 20 barobar bo'lib qaytyapti o'sha joyning o'zida. Qaysi bir tadbir marosimda mavlid o'qilarkan, Rasululloh haqida gapirilarkan desa, chin yurakdan shu joyda ixlos bilan qoyim bo'lish kerak. Robbimiz Alloh taolo Qur'oni Karimda bir necha payg'ambarimiz alayhisolamni maqtagan o'rinlari bor. Xosatan bitta maqtagan joyi Payg'ambarimiz alayhisolamni innaka la'ala xuluqin azim degan. Ey Muhammad alayhisalom, habibim, siz go'zal xulq uzra tursiz degan. Payg'ambarimiz alayhisalomdan biron bir kishi hayotda xafa bo'lib qoladigan muomala bo'lgan emas. Biz har qancha ilm, ibodat bo'lsa, bir-birimizni xafa qiladi o'rlarimiz-ku. Payg'ambarimiz alayhisalom Xudo maqtayapti-ku. Go'zal xulq egasiz. Payg'ambarimiz alayhisalomdan biron bir muomalatida insonlar xafa bo'lib qoladigan o'rin topmaysiz. Rasululloh alayhisalom butun bandalarning asli bo'ladi. Rasululloh alayhisalom sababidan hamma yaralgan. Rasululloh alayhisalomning nuridan quyosh ham, oy ham, yer ham, jannat ham, hamma narsa Rasulullohning sababi ila Rasulullohning nuridan yaralgan. Biz o'sha zotning barokotlari ila bu hayotda mana shunday saodat egasi bo'lib turibmiz. La ilaha illallohning yonida Muhammadur Rasululloh turibdi. Iymonimiz qachon iymon bo'ladi? Allohdan boshqa iloh yo'q.
Muhammad alayhissalom uning bandasi, bizlarga jo'natgan payg'ambar deb tasdiq qilsak, iymonimiz mukammal bo'ladi inshaalloh. Rasulullohni ota-onamizdan, bola-chaqamizdan hammadan ko'ra yaxshi ko'rmaganimizcha iymonimiz mukammal iymon bo'lmaydi. Shunday ekan, eng Rasulullohga tegishli bo'lgan Rasululloh nechinchi yil tug'ilgan desa, baralla ayta olishimiz kerak. Milodiy 571-yili Robiul Avval oyini 12-sanasi dushanba kuni tug'ilgan. Qachon vafot etgan? 634-yili Robiul Avval oyi dushanba kuni 12-Robiul Avvalda vafot etgan. Hijratda 10-yilda vafot etgan. Rasululloh alayhissalom nechta ismi bor? Desa davlat ayta olamizmi? Payg'ambarimiz alayhissalom 99 ismi bor. Eng mashhurini bilishimiz shart, 4tasini. Muhammad, Mahmud, Mustafa, Ahmad. Shu ismni yoddan bilishimiz kerak. Rasululloh ismlari nima desa Muhammad, Mahmud, Mustafa, Ahmad deb ayta olishimiz kerak. Eng ajoyibi nomli o'qilsa, o'sha o'rtasida atir bo'limi orasida salovat aytilganda indamay turmaslik kerak. Chin yurakdan o'sha mahalla salovat bilan salom bor. O'sha salovat bilan salomni chin yurakdan aytsak, har birimizga bir necha barobar ko'payib Allohning rahmati yog'iladi. Sallallohu alayhi va Rasululloh desak, payg'ambarimiz xursand bo'ladi. Rasulullohni xursand qilishlik dunyodagi eng katta baxtimiz. Ertaga qiyomat bo'lganda faqat bitta zot o'rtamizga tushadi. Boshqa hech kim o'rtaga tushmaydi. Na otamiz, na onamiz. Qur'on o'zi marhamat qilgan. Yawma yafirul mar'u min akhihi deb boshlanadi. Qiyomat bo'lganda hamma bir-biridan qochadi. Bola otadan, ota boladan, er xotindan, aka ukadan hamma bir-biridan qochadi. Nimaga? Hozir shu yaxshiligini so'rab qolmasin. Solih amalini, ajrini so'rab qolmasin deb qochadi. Bu dunyoda mehribon, keling osh yeng, keling bolam dam oling, keling charchagansiz dedi ota-ona. Qiyomat o'rtaga tusholmaydi. Hamma o'zini joni bilan o'zi og'irib qoladi. O'zini panoh topib, o'sha hisobdan, do'zaxdan panoh topishlikka o'zini aqli yetmaydigan bo'lib qoladi. Mana shu kunda bitta zot Janob Rasulimiz Muhammad alayhisalom bu meni ummatim, ey Xudo buni gunohini kechirgin deydigan kun bor. Bas o'shandoq maqomga loyiq bo'lish uchun Rasulullohni yaxshi ko'rish kerak. Rasulullohni yaxshi ko'rgan odam tilidan salovat tushirmaydi. Rasulullohni yaxshi ko'rgan odam mavlid o'qilganda, bu mavliddan maqsad Rasulullohni eslash, qanday tug'ilgan, qanday yashagan, qanday namoz o'qigan, odamlar bilan qanday muomala qilgan, hatto bu yerda ota-bobolari yo'q, onalari Omina onamiz homiladorlik vaqtidagi holatlar ham zikr qilingan. Rasulullohning otasi kim? Abdulloh. Bobosi kim? Abdul Muttolib. Nechta amakisi bor? 9 ta bo'lgan. Onasining ismlari kim? Omina. Bu narsani yoddan bilishimiz kerak. Rasulullohning shafoatiga loyiq bo'ladigan inson agar shu kunga qadar bilmagan bo'lsa, izlanib bitta yon daftar yozib olib, tinimsiz qaytarib turishlik kerak. Rasulullohni o'zini qarindoshlaridan da ko'ra yaxshiroq tanishlik kerak.